Hürmetlik radyo anlıqçılar. Hazır Amerikalik məşhur yazğıcı Edis Wharton'ның Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Gubarsız Yıllar namlıq romanını anlatdımız. Uzaq sozulğan bu 4 ay jarayonida o nima ishlarni qilgandi? Aramızdagi tushunish haqiqatan kamchilkan. deb o'yladi Archer. Qimmatli minutlar jimjitlik ichida o'tib ketyapmoqda. Ammo Archer uningga demoqchi bo'lgan gaplarini yodiga ololmay, faqat o'zlarining ham yiqilishayotgan, ham yiroqlashayotgan munosabatining siri ustida tengirqash ichida o'ylanish bilan aldirash bo'lib qelyapti. Hozir ikkalanning shuncha yaqin o'ltiribmi, bir-birining chiroyini ko'ranmasligini Archerning xiyolidagi ashu ahvolga simol qilishga bo'ladi. Ajab chiroyli paytonkina bu, mayning o'xshamamdi. To'satdan so'radi u. Derazaga yo'langan chiroyi Archerga burildi. Ha, Oldimga chiqishga sizni may avatibdi-da. U haqiqatan mabah yaxshi jumi. Archer shu hamon bir nima demadi. Ammo orqadanla terikkan holda ikkimiz Bostonda ko'rishgan kunning ertasi eringizning kotibi kelib, men bilan ko'rishdi. devatdi. Archer uning yozgan qisqa xatida Revei apandining o'zini izlab kelganligi to'g'risida bir nima demagan. Aslida buni ko'ngliga pukuvitish maqsadida edi. Biroq Oraniska xonimning o'zlari o'ltirgan mushu paytonni vosita qilib, mayning gapini chiqarishi bilan Archerda o'ch elish qaramligi paydo bo'ldi. Mushundaq paytda u mayning ismini chiqardi. Menmu Reveini tilga ipaqay. Qaysimiz bekrak biyarim bo'lamizkin qani. Archer mushu natijani ko'rib baxmoqchi edi. Archer uning odat xarakterlik salmoqidan qutulishga tashnab bo'layotgan mushu paytdimi, u yanala boshqa ba'zi bir so'rinlardagideklar hayronlikni o'ziga ozroqmi yaqin yo'latmay o'ltirardi. Ahvoldan qaraganda Revei uning xati yozibdi-da. Bu Archerning mushu paytda chiqargan yakuni bo'ldi. Revei apandi sizni yo'qlabmadimi? Ha. Acaba siz bilmamsiz? Bilmayman. Samimiylik bilan javob berdi Oraniska xonim. Buni anglag'iningizda hech qanday tasodibiylik his qilmadingizmi? Oraniska xonim sal arsalda bo'lib turib qoldi. Nemishqa tasodibiylik his qilg'udayman. Farzimcha u siz bilan Angliyada tanishqangu deyman. Ellen, sizdan bir ishni so'rayolmasam bo'lmaydi. So'ra. Onun bilan ko'rishgandan keyin sizdan so'rmoqchimi bo'lgandim. Biroq xatga yezish apsiz bo'lib qoldi. Eringizning yenidan ayrilgandan keyin qechib ketishingizga Revei yordam qilganmi? Archer nafsi bo'g'ilib qolgandek his qildi. U bu masalaga yanala ashundoq salmoqlik bilan muomala qiladi. Uning javob bergandagi ovozi titrashlardan xoli, xotirjam tusda edi. Uning so'z uranidagi tabiiylik parvosizlik darajasiga yiqilib qolgan. Bu Archerdagi terikishni past qo'yga tushirdi. U butunlay o'zidagi ochiq yo'riqlikqa doinib, Archerga vujudidagi ko'nilikning qanchalik ahmoqlik ekanligini yana bir qitim tunutdi. Archer o'zini ko'nilikdan uzil-kesil qutulganlar qatorida sanab yuratdi. Meningcha, siz men ko'rgan eng samimiy ayol, dedi u unlik ovozda. Voy yo'q, bir ishlarga bek hayron qilib ketmaydigan ayollardan sanalaman balkim. Uning javobiga ozroq kulki aralashib ketgan edi. Mayli, nimalardan masalaga nihoyatda amaliy nuqtadan qaraydi ekansiz. Hay, menga buningdan boshqa yo'l yo'q. Bu gap bilan Archer tilining uchiga kelib qolgan o'tinishlarini ichiga yutib etishga majbur bo'ldi. Bu gaplar xuddi ko'ngilning cho'nqur yeridan chiqqan tajribalardek uni tushuniksizlik ichiga tashildi. Kech gemisi izlangulik bilan mengishni tamomladi.
kema beshining suvdagi yog'och qo'ziqqa urilishdan paydo bo'lgan silkinish Paytunni lapangshitibdi. Ikkilarning tallari bir-biriga tegib, murilarning tegishidan vujudi larziga kelgan yigit qo'llarini so'zib, uni quchoqladi. Ko'zlaringiz ko'r bo'lib qolmagan bo'lsa, ishlarning bundoq ketaverishiga qarab turg'ili bo'lmaydiganligini ko'rib yetalaysiz. Qaysi ish bundoq ketaversa bo'lmaydi ekan? Billa turuqliqmi visal topolmaganligimizchi. Ras, bugun men og'ili kelmasangiz bo'pti ekan. Dedi u boshqacha bir ovozda. Arqadalla yana tuyuqsiz burilib, bag'rini kang echib, Archerni quchoqladi. Lavlarini uning lavlariga ching bosdi. Dal mushu chog'da Paytun qo'zg'aldi. Suv bo'yidagi gaz lampining yo'riqi derizdan kirdi. U o'zini apqechib Archerdan yiroqlashdi. Her ikkisi midir-sidir qilmay, unsiz o'ltirish holatiga o'tdi. Paytun kechikdagi qistongchilikdan qutulib, cho'ng ko'chaga chiqqandan keyin Archer aldirash tenash so'z boshladi. Mendan hazır aylab ketmasingizmi bo'ladi. Tugilib bulunga kirib olishingizning hojati yo'q. Menga keriki o'g'irlikchi suyish emas. Qarang, qo'lingizning uchini tutmay o'ltirmam deman mana. Hissiyatimizning süptini tushirib, odatdagi qamlashmagan qiliqqa aylantirib qo'ygingiz yo'q. Buni men baxtli tushungan edi. Tunugun bundaq gaplar og'zimdan chiqmasligi mumkin edi. Chunki biz ayrilib ketgandan buyon didoringizni ko'rishga izchil intizor bo'lib kelgandim. Barliq o'y xiyollarim yalqinliq o'tda kuyib tugagan edi. Mana hozir siz keldingiz. Xotiramdagidan ko'p yuksaklikda ekanligingizni his qilib o'ltiribdiman. Uning ustiga mening muhtoj bo'layotganimmi tasodifiy erishib qoladigan 1-2 soatlik fursat emas. Chunki bundaq fursatning keyniga tengirqosh, tititliq ichidagi qaralsiz kutishlarning olishib keladiganligi ko'nglimga ayon. Shunga yeningizda jimjit o'ltirib, ko'nglimni qoplagan intilishning amaliyotga aylanishini taqat bilan kutyapman. Uraniska xonim xeyli uzoqcha inkas qaytarmadi. Ondan shivirlagandek so'radi. Ro'yobga chiqishni kutyapman deganingiz qandaq gap? Qandaq deysiz? Uning amalga oshadiganligini bilasizmi? Undaq emasmi? Visal tepishimizga bo'lgan intilishingizmi? U tuyuqsiz ochiq kulib qo'ydi. Menga bu gapni qilishga hajab obdan joyini tanlabsiz jumi? Xotinimning Paytunda o'ltirayotganimizni ko'zda tutyapsiz? Amsa tushib mangsa qandaq? Bunchilik qarga eran qilib ketmassiz? U yana qattiq kulib etdi. Ammo kulki ovozi xeyla rayish tusda anglandi. Yo'q, tushib mangmayman. Qildigan muhim ishim momamning yeniga tezroq berish. Yanila yenimda o'ltiravering. Xiyoliy dunyoga emas, amaliy dunyoga nazar tashlayli. Sizga davatgan reallikning nimaligini bilmayman. Menga nisbatan aytganda, bayatdan tilga og'inim birdan-bir reallik. Bu gapni anglagan Uraniska xonim xeyli uzoqcha jimib ketdi. Bu jarayonda Paytun qorong'ulik qoplagan tar ko'chadan o'tib, 5-ko'chadagi chiroqlarning yo'riqi doirasiga kirdi. Ayolingiz bo'lishga imkoniyatim yo'qligini bilib turib, yeningizga tartishingiz meni oshni qilish uchunmi qandaq? So'radi Uraniska xonim. Bu xil qo'pol savoldan Archerning o'ngsili o'chib ketdi. U mansub bo'lgan ijtimoiy qatlamdagi ayollarning paranglari mushu temaga har qancha yaqinlashgan holatdami, uni xuddi bir tilga og'ilib bo'lmaydigan maxfiyatlik qatorida ko'rib, eg'izidan chiqarishmaydi. Uraniska xonimning og'zidan ixtiyorsiz chiqib ketgan bu gap Archerning diqqatini qo'zg'ab qo'ydi. Chunki bu so'z uning lug'atida burunli e'tirofga erishganmi qandoq degan xiyol Archerni chirmab olgan edi. U burunli qechib chiqqan ashu qo'rqinchli turmushda bu so'z kishilarga hech qanday g'alati bilinmaydigan bo'lib ketganmi nima? Archerda mushu gumonmi bosh ko'tarmoqda edi. Uraniska xonimning tuyuqsiz so'rgan savoldan mangdab qolgan Archer duduqlab turib javobga o'tdi. Siz bilan birga mushundaq so'zlar mavjud bo'lmagan bir joyga qechib ketganmi? U yerda biz faqat bir-birini suydigan oshiq mashhurlar salohiyatida tursak,
hayotimdagi barliqim siz bo'lsangiz, shundaqla hayotingizdagi barliqingiz men bo'lsam, boshqa har qanday ishning karoyati chog'liq bo'lgan bo'ladi. Uraniska xonim eg'ir uxsindi. Arqadilla yana kulib etdi. Qadrligim, bundaq makon nada? Siz berib baqqanmi? Bu savoldan Archerning chiroyi turilib, tili tutilib qoldi. Uraniska xonimning so'zi davomlashdi. Nurg'un kishilarning ashundaq bir joyni tepishga intilganligini bilaman. Biroq menga ishiningki, hammasi yerim yo'ldalar. Bogni, Pisa, Monte Carlo degandek joylardagi bekatlarda xato tushib qoladi. U joylar ularning qechib chiqqan dunyosidan zotli farqsiz. Texmi tar, texmi maynat, texmi qalaymaqan xalas. Archer azaldan uning bundaq gaplarni qilganini anglab baxmagan. U uning boyiqi gaplarini esiga oldi. Shundaq. Gorkon yoshlaringizni quritib bo'pti, dedi Archer. Biroq u yana nazar doiramni kengaytdi. U kishilarning ko'zini qarg'u qilib qo'ydi deyish xato ekan. Aksicha, u odamlarning ko'zini terak bilan echib qo'yib, jimjitlikqa cho'mgan qorong'ulikqa mangu baramas qilib qo'ydi ekan. Peyton 42-chi ko'chani kesib o'tdi. Mayning ashu qovul eti kentki beyga atlaridek ularni shimolga elib mangmoqda. Ko'z oldidagi qimmatlik minut, sekundlarning mushunda quruq gaplar bilan isrof bo'lib ketayotganligidan Archerning ichi siqildi. Undaqda bizning ishimizni zodi qanday qilay deyapsiz? So'radi Archer. Biz bu mendan aytganda biz degan uqum mavjud emas. Biz faqat orliq saqlagan cheg'imizda ondan yiqilish imkoniyatiga erisha olamiz. Shu chog'da haqiqiy o'zimizga aylana olamiz. Bo'lmasa, biz faqat Ellen Oraniskaning navri singlisining eri Nevland Archer bilan Nevland Archerning ayolining navri hadisi Ellen Oraniskadan iborat bo'la olamiz. Bu ishkaylan o'zlariga ishonadigan kishilardan yoshirincha ko'ngil xush qilib yurgan bu hisoblanadi. Hay, men undaq odam emaschiman, dedi Archer og'ringan holda. Yo'q, siz dal shundaq odam. Azaldan shundaq palladan halqib ketganingiz yo'q. Men buril halqib ketgan. Dedi u bir xil notunish ovozda. U holatning nimadan darak berdiganligi menga ayon. Archer undamay jim o'ltirib ketdi. Qalbi etqisiz azob bilan to'ldi. Arqadan u Peyton kashga bo'yruq tushiradigan kichik qo'ng'iroqni qorong'ulik qoplagan Peyton ichida izlashga boshladi. Esida qilishcha, May Peytonni to'xtatmoqchi bo'lganda ikki qitim tatatdi. U qo'ng'iroqni tatdi. Peyton yo'l qirida to'xtadi. Peytonni nemishqa to'xtatasiz? Momamning uyiga kelmadi qo'tixi. Dedi Oraniska xonim o'llik ovozda. Kelmadik. Men mushiyada tushib qolaman. Mushu gaplarni tamomlagan Archer Peytonning eshigini ochdi-da pastga sakradi. Ko'cha chirg'ining yo'riqida Oraniska xonimning hayronlik qoplagan chiroyini hamda o'zini to'sib qolmoqchi bo'lgan harakatini ko'rdi. Archer ishini yapqandan keyin derazaga yulinib birdam turib ketdi. To'g'ri aytibsiz. Bugun sizni og'il kelmasam bo'pti-ekan. Peyton kashning anglab qolmasligi uchun Archer bu gaplarni to'limi to'van ovozda aytdi. Oraniska xonim bir nima demoqchi bo'lgandek oldiga engishdi. Biroq bu chaqda Archer Peyton kashga mengish bo'yruqini tushirib bo'lgan edi. Peyton olg'a qarab yurib ketdi. Archer ashu do'xmushda turgan peti qoldi. Qor burilli to'xtagan. So'ngakdan o'tkidak ochiq, shivirg'on avjiga chiqib Archerning yuzlariga sanjilmoqda. Archer bo'lsa yanada o'z o'rnida, nazari yiroqladi. To'satdan u kirpiklari ustida sovuq ham qattiq bir narsaning borlig'ini his qildi. U o'zining ko'z yeshgan. Shivirg'on ko'z yoshlarini to'ngiltib qo'ygan edi. U qo'llarini yanchiqo'ga soldi-da 5-ko'chani bo'ylab o'z uyiga ittiq qadamlar bilan yurib ketdi. Shu kuni tushda Archer 2-qavatdan tomoq yegili tushib o'tib, saroy uyda birmi odam yo'qligini bayqadi.
Manson Mingot xanım ağırıp qalğandan buyan barlıq ailevi uçurishlar kechiktirilgan edi. Faqat May ikkisila yalğız xizalanatdi. May odatda vaqtga bekli rioya qiladi. Hozir uning o'zidan keyin qilishi uningga sal g'alati tuyuldi. Archer uning uydaligini biladi. Chunki o'zi kiyim almashtirayotganda uning xonasidan oyoq tivishi anglangan edi. U Mayning nima ish bilan aldirash bo'lib qolganligini bilmay hayron bo'ldi. Archer mushundaq ushaq ishlarni inchkilik bilan tadqiq qilish odatini asta-asta yetildirishga boshladi. Bularni o'z xiyollarga chaq qo'ydigan chora qilish orqali reallikka yuzlanmoqda edi. Qiynatisining ba'zida ushaq ishlarga qadilib bilishdagi sirlarini bayqab kelayotgandekmi qiladi. Balkim Villand apandimu burun ish pushug'ini chiqarg'isi kelgan va ham xiyollarda bo'lgan chog'larda oila ishlari bilan aldirash bo'lish orqali u ozdirishlarga taqobil turgan bo'lsa kerak. Uning qishig'i kelganda Mayning chiroyidan harg'inlik chiqib turadi. U tamoq yeganda kiydigan ashu to'van yaqiliq, chipballik ko'nglikini kiyib olgan edi. Mingot oilasining qoidasi bo'yicha aytganda, bu qoidaga eng tushmaydigan kiyinish edi. Oltin rang chechinimi odatdagicha turmallab tugib oladigan odati bo'yicha yig'ishtirgan edi. Chiroyining nuri yo'q, xunukleşib ketgan edi. Ammo u eriga yanala odatdagi kunlardagidekla illiq muomalada bo'layotdi. Ko'p-ko'k ko'zlari xuddi oldingi kunidekla chaqnab turadi. Nemish bo'ldi qadrligim? So'radi May. Kechlik tamoqdan burun avatishga tegishlik bir necha parcha xat bor edi. Yodimdan chiqib qopti ekan. Ha. U birdan turib ketib davom qildi. Momamning uyiga bormaganingizdan bekla afsuslandim. U xatlar bekla muhim ekanda. Shundoq. Bek muhim edi. Dedi Archer uning ko'chalab so'rashlaridan hayron bo'lib. Uning ustiga nemishqa cho'qim momongiznikiga bog'dakman. Sizning cho'qim shu yerda bo'lganligingizni bilmasam ya. May burilib tammashning ustidagi aynakka qaraganicha turmallagan chachlari orasidan chuvilib tushib qolgan bir tutam chechini bilaklarini egiz ko'tarib yig'ishtirishga boshladi. Archer uning hanvaqqan, harg'in holatiga qarab, ma'nisizlikda chekiga yetgan bu turmushimiz uningga besim paydo qilayotganmidi deb o'ylab qoldi. Shu chaqdala u atigan uydan chiqar chaqda uning o'ziga ikkinchi qavatda turib, momamnikida kutaman. Mushundaq qilsak uyga billa qayta olaydi ekanmiz deb vaqirg'inni o'zining xushallik bilan ma'qul deganini esiga oldi. Biroq keyin boshqa ishlar bo'lib ketib, bu va'dasini unutib ketgan edi. Mushu minutlarda u bek o'kindi ham mushunchilik ish uchunmi o'shmanlik qilayotganini. To'y qilganimizga 2 yil bo'lay dedi u. Deganlarni o'ylab cho'qqi dasivagandek bo'lib ketdi. Mangu mushundaq issiqmi emas, sovuqmi emas, shirin oyni o'tkaziverishdan u burilib bezor bo'lgan edi. Hissiyatning harorati sovugan turuqliq yana oshunda qattiq talab ichida zivirlab kun kechirish uningga tetmayotdi. Agar May ko'ngil og'riqlarini ochiq oshkora aytayotgan bo'lsa, uni kulib turib ularni tarqitib etar edi. Ammo May qiyoslari orqali tepib olgan azoblarni Spartaning usulda tabassumining orqasiga yoshirishga odatlangan. Archer beoramligini yoshirish uchun momasining kasallik ahvolini so'rab qo'ydi. May javoban Mingot xonimning paydin-pay yaxshilanib ketayotganligini, biroq Beaufort xotinga aloqador yangi xabarlar uni bek sarosimiga silayotganligini aytdi. Nima yangi xabar ekan? Ular yanala Nyu-Yorkda turaveradigan o'xshaydi. Meningcha, u sug'urta kasbi degandek ishlar bilan shug'ullanagandek turdi. Kichikroq bir turalg'u izlab yetibdimish. Bu to'limi kulgulik bir ish edi. Ular tamoqxonaga kirib g'izalandi. Bu jarayondagi suhbat ashu odatdagi doiradan halqib ketmadi. Biroq Archer xotinining Uraniskani zodili tilga ep qo'ymaganligiga, cho'ng Katerinning uni qandoq kutib olganligini demayotganligiga diqqat qilib qoldi.
Немелі болсын, u buningdan qanoat his qildi. Lekin bir xil g'uva xatarni sezgandek bo'ldi. Ular ikkinchi qavatdagi kutubxonaga chiqib, qahva ichishdi. Archer sigaretdan birini tutashtirib, Michelning kitoblaridan bir tomni qo'liga oldi. Ilgari uning she'rlar to'plamini qo'liga olganini ko'zla, "May o'llik o'qib berang" deb turib oladi. Archer uning bu havasini bayqagandan buyon kechlari tarix kitob o'qiydigan bo'lib olgan edi. Bu uning o'z ovozini yaxshi ko'rmaganligidan emas, balki uning o'ylarini oldin qiyos qilib bo'lganligidan edi. Ular to'ylashishga putishgan ashu kunlarda May faqat uningga o'zining dabbaganlarini takrorlab beradi. Lekin u uningga uchur berishni to'xtatgandan buyon u o'z qarashlarini o'tirg'a qo'yishni sinab baqdi. Lekin natijada Archerning payzini uchirib keldi. U Archerning tarix kitobini qo'liga olganini ko'rib, yip-yengni sevitini oldi. Yo'lanchilik o'rindiqni tortib, yeshil qalpoqliq ustal chirig'ining yeniga keldida, uningga atab kashtilayotgan safa yostiq qepini ochdi. U yengni ishiga chevarladimi emas edi. Ashu bir jup cho'ng qo'llari tug'ilishidilla ot minish, qo'lvoq haydash degandek dala faoliyatlariga yaralganda qiladi. Biroq boshqalarning xotinlari eri uchun yostiq qepi kashlab berdigan tursa, uningmi mushu o'tkaldan o'tish orqali sadoqatmanligini ifodalagisi kelmay qolmaydi-da. Uning tanlagan o'rni Archer beshini ko'tarsila, uning kashti jozisiga engishib turgan gavdasini, jaynikiga turayotgan yanglari ostidagi ching, yumaloq bilaklarini ko'ralaydigan joy edi. Sol qo'lidagi heliqi ko'k yaqut ko'zlik to'ylashib putishish o'ziki to'yliq cho'ng o'zikining yuqorisida chaqnab turadi. O'ng qo'li bo'lsa aplashmagan, zo'riqqan holda kashti latisini tish bilan avar edi. U mushundoq o'tirganda chiroq nuri ashu parqiroq peshonasida aks etdi. Archer ko'nglida mushu peshonining orqasiga yoshiringan xiyollari mangu 5 qo'ldek ayon. Kelgusdagi barliq kunlarda uning kayfiyatida hargiz tuyuqsiz o'zgarish ko'rinmaydi. Ya'ni yangicha o'y xiyol, hissiyotdagi noziqlik, bag'ri tashliq yoki qattiq hayajonlanish degandek meni hayron qoldiradigan ishlar zodi bo'lmaydi deb o'yladi ma'yuslanib. Mayning shoirona tuyg'ulari va romantikligi ularning ashu qisqigina muhabbat izhor qilish minutlarida xo'rab tugagan. Chunki iqtidor ehtiyojining tugishiga ergishibla yigilab qoladi emasmi? Növbətdə o asta-asta pişib, apısının köçürülmə nusxasıga aylanmaqda xalas. Yana texi muşu jarayanda ernimi sirli qalda Velland əpəndiga aylandırış koydu. Archer işçi sıqılıb, kitabını taşlab, orundan turub ketdi. May dərhal beşini götürdü. Nim bo'ldi? Bu öy bək demək. Mən sapavağa muhtaç. Kutubxonaning pardasini yepishga qulaylik bo'lishi uchun Archer saroy uyiningidek oltin hal berilgan garnizga muqimlashtirib o'tmay, uyoq bu yoqqa serishga bo'ladigan bodirga o'tkazish taklifini bergan edi. U pardani serib etib, osma panjirni ustiga ko'tardi. Gavdasi sovuq qorong'ulikqa so'zildi. Faqat ustili yenida o'ltirgan Mayg'ili qarab o'ltirmay, boshqa turalg'ularga, o'g'zilarga, turqullarga qarab bo'lsa-mu, o'zidan boshqa yana hayotlikning boliqini, Nyu-Yorkdan boshqa yana shaharning boliqini, o'zining dunyosidan boshqa yana butun bir dunyoning boliqini his qilgandek bo'ldi. Mo'shinchilik narsalarmi uning kallasini sagitib, nafsini ravallashtirdi. U qorong'ulikqa beshini tiqib, necha minut turgandan keyin Mayning Nevland, derizini yepib eting, o'lgingiz keldimi? deganini angladi. Archer panjirni tushirib orqasiga burildi. O'lgingiz keldimi? degan gapni ichida takrorlab edi. Men burunli o'lgan odamga. O'lgunimga necha oylar bo'ldi. degan gaplar ko'ngliga yopirilib kelgandek bo'ldi. Bu so'zning chaqchaq ma'nosi tuyuqsiz uningda sarangladek bir xiyolni paydo qildi.
agar u o'lsa qandoq bo'lar? Agar u o'lay deb qolgan bo'lsa, uzoq o'tmayli o'lsa, shuning bilan men erkinlikka erishsam. Mushu tunush issiq uyda turib, uning o'limini kutish, bu xil hissiyot shu qadar g'alita, shu qadar jalb qilarliq, shu qadar qarshi turg'usiz ekanki, u buning yomon tarafini shu hamon tunib yetamidi. Faqat o'zining kasallik holatida turayotgan ashundaq tasaddibilikning yangi umid ato qilayotganini his qila oldi. Shundaq. May o'lishi mumkin. Onunğa o'xshash yosh, sog'lom, nurg'un odamlar o'ldi. Uni o'lib ketishi mumkin. Shuning bilan erkinlikka erishaman. May beshini ko'tarib uningga lappida qaradi. Uning chakchiyib ketgan ko'zlaridan Archer o'z ko'zlarining cho'qim g'alita bo'lib qolganligini his qildi. Nevland, mijozingiz yo'qmi? Archer beshini chayqaganicha Mayning qishig'i mangdi. May yana egilib kashtisini tikishga boshladi. Archer uning yenidan o'tib ketib etib, bir qo'lini uning beshiga qo'ydi va "Bechora May" devatdi. May zo'rg'a kulimsirab takrorladi. "Derizini echib qo'ysammi, ansiraysiz emasmi?" deb javob berib etib kulib ketdi Archer. U bir vaqtgacha jimib ketgandan keyin beshinimi ko'tarmay turib, "Faqat sizlar xush bo'lsangiz, hargiz ansirmayman." Qadrligim, men derizini butunlay echib etmaguncha mangu xush bo'lolmayman. Mushunda qavodimi? May munozirlashmoqchi bo'ldi. Archer bir tinib etib, bosh cho'kirib kitobini o'qishga kirishib ketdi. 6-7 kun o'tib ketdi. Archer Oraniska xonimning xabarini zodila anglayolmadi. U oiladagi har bir kishi uning oldida bu ismni hargiz eg'iziga olmaydigan bo'lib olgan edi. Archer buni asta-asta tushunib yetdi. Uning Oraniska xonimni ko'gilib bag'isimi yo'q. Chunki Katerinning karveti yeniga o'rinlashtirilgan muhofizat ostida uning bilan ko'rishish mumkin bo'lmaydigan ishtakni qiladi. Ahvol aniq bo'lmag'achqa, uningga o'rinlashtirishni kutmakdan boshqa chora yo'q edi. Ashu kutubxonasining derazasidan sovuqdagi qorong'ulikqa shung'ugan chog'da tug'ilgan heliqi xiyolni kallasining cho'nqur bir yerida saqlab kelyotdi. Mushu kuchning turkisila isbosnimi chiqarmay xotirjam kutyotdi. Keyin bir kuni May uningga Manson Mingot xonimning uning bilan ko'rishmoqchi bo'lganligini aytdi. Bu talabning ozroqmi hayron qoluvchiligi yo'q edi. Chunki Momayning salomatligi kundan kunga yaxshilanayotdi, ham u navri kuyovlari ichida hammadan bak Archerga amroqligini ochiq oshkora e'tirof qilgan edi. May bu xabarni yetkazganda nihoyat xushal edi. Eri cho'ng Katerinning e'tiboriga erishgan tursa, u iftixorlik his qiladi-da albatta. Archer necha sekund ishkilinib turib qolgandan keyin bosh tatmagan holda, ma'qul. Tushdan keyin billa borayli, bo'lamdi, dedi. Xotinining chiroyida shodlik aks etdi. Biroq darhol, "Voy, eng yaxshisi o'zingiz yolg'iz bering. Momam hamisha o'xshash chiroylarni ko'rishni xohlamaydi", deb javob berdi. Archer Mingot xonimning ishq qo'ng'irog'ini tatqanda yuragi qattiq tipchaklab ketdi. U yolg'iz kelishga orolli turgan edi. Chunki bu qitimqi ziyoratida Oraniska xonim bilan o'z gapini qiladiganga fursat chiqishi uningga ayon. U bu fursatning kelishini kutib taxt turg'uniga xeyli bo'ldi. Mana, endi fursat keldi. Archer palampayda turib, eshikning orqasida ashu koridorga tutash seriq durdun parda esilgan eshikning tubida u cho'qim meni kutyotidi deb o'yladi. Minut o'tmayla uni ko'ralaydi hamda u o'zini bemorning qishig'i boshlab kirguchi bo'lgan orliqda uning bilan bir necha eg'iz gaplashalaydi. Uning birli ishni so'rg'usi bor. Shuni so'rvasila harakat nishoni aniq bo'lib ketadi. So'rmoqchi bo'lgani faqat uning Washingtonga
qachon qaytadiganligidan iborat. Uning ustiga bu masalaga javob berishni uning rad qilishi mumkin emas. Afsus, Seriq rangdagi faoliyat uyda uni kutib heliqi arg'un xizmatkor bo'ldi. Uning tishlari pianinoning tillaridagi oq ham farqroq edi. U eshikni ochib, uni cho'ng Katerinning oldiga boshlab bordi. Momay karvat yenidagi bakmu cho'ng yo'lanchiqlik o'rindiqda bahramon o'ltiratdi. Uning yenidagi polisanir yog'ichidan yasalgan choy shirasiga mis ustal chirg'i qo'yilgan edi. O'yma naqshliq sharsimon lampushka selingan bu ustal chirqiga yeshil qog'ozdan qalpoq kiydirilish orqali atrofdagi muhitga moslashtirilgan edi. Atrofida bir parcha kitob, gazet degandek ayollar ish pushug'ini chiqaradigan har qanday bir narsa ko'rinmaydi. Paranglashish Mingot xonimning birdan-bir intilishi edi. U boshqalardek yolg'ondan kashti tikishga qiziqadigan qiyofatga kirib olay deb avara bo'lmaydi. Archer shamol darishning uning yuziga ba'zi maymoq-saymoq belgilarni sep qo'ymaganligini payqadi. Faqat yuzi sal tatirib, purlishib ketgan rangi ro'yi sal qornab qolgan edi. Beshiga bo'k kiyib, yepini qo'sh ingaklari orasiga kepinak shaklda chigib olgan edi. So'sin rang kechilik kiyimining garmondak qat-qat maydisiga bir nafs qo'lyog'liq to'g'risiga qatalgan edi. Bu turqi o'zining aqlliq, oq ko'ngil mo'minlarga o'xshab qolgan edi. U yo'talari orasiga qistirib olgan kichikina semiz qo'llaridan birini chiqarib, ayol xizmatkorga hech kimni kirgizmagin. Agar qizlarim kelib qolsa, meni uxlayotidi degin, deb tovladi. Ayol xizmatkor chiqib ketdi. U navri kuyovligiga qaradi. Qadrligim, pek qo'rqinchli bo'lib ketibdimanmi? deb so'radi u maydasidagi laplimini silg'ash kulib turib. Qizlarim menga bu yeshingizga kelganda nimon chiqib ketisiz deydi. Xuddi yo'shirg'ili bo'lmaydigan chaqqa kelgandek. Satlashib ketishdan qo'rqishningmi hojati qolmaydigandek. Qadrligim, har qanday chog'dagidanmi chiroyli turibsiz, dedi Archer uningga o'xshash talaffuzda. Momay beshini ko'tarib, qo'ng'iroqdek zil ovozda kulib ketdi. Hay, biroq chiroylilikda yanala elinga yetamayman. U ta'rinimi o'zgartmay, bu gaplarni eg'izdan chiqarg'ach, Archerga hayyorlik bilan ko'zini qisib qo'ydi. Uning javobini kutmayla qo'shimcha qildi. Ash kuni siz uni Pristonga og'ilib olganda u bek go'zallashib ketibdimikan? Archer ovozini qo'yib etib kulib ketdi. Momay gapini yana davomlashtirdi. Siz uningga shundoq degashga yarim yo'lda paytondan tushirib atdimmi? Yosh chog'larimda yigitlar chiroyli qizlarni zodla tashlab ketmaydi. Faqatla amalsiz qolmasizlar. U yana veliqlab kulib ketdi. Ondan kulkusini to'xtatib, og'ringan holda etdi. Uning sizga yotliq bo'lmag'ini tozimi afsuslanarli ish bo'ldi. Uningga doim shundoq deyman. Agar shundoq qilgan bo'lsa, hozir uning g'imini yeb o'ltirmas bo'lg'aydim. Biroq kimmo mo'mizini g'amga qo'ymaslikni o'ylashib o'ltirgan deysiz. Archer ko'nglida u og'riq dadida oljib qolmagandi deb o'ylab qoldi. Biroq Momay tuyuqsiz ovozni ko'tarib, hay, nimala degan bilan bu ish hal bo'ldi. U men bilan bila turdigan bo'ldi. Jamoatdagilarning nima deyishi bilan ko'rim yo'q. Oshkuni u bu yerga kelib 5 minut bo'lmayla uningdan yenimni qilishni o'tinib turib oldim. O'tib ketgan 20 yilda masalaning qanchalik chataqligini onqiramabdi ekanman emasmi? dedi. Archer undamay quloq soldi. Momayning so'zi yana davomlashdi. Cho'qim bilisiz, ular izchil menga nasihat qilib keldi. Lofel, Lightbray, yana Augusta Villand va boshqa hammasi uningga berdigan ta'minotni o'zishimni ta'kidlab keldi. Toki u Oraniskaning qishiga qaytib ketishni burchim deb to'nig'anga qadar shunday qilishimni talab qilishdi.
Heyliqi katib demdu, biri kelganda ular meni qoyil qildik deb o'ylab qolgan edi. U ep kelgan eng yangi taklifning nihoyatda mardlarcha bo'lganligini e'tirof qilaman. Biroq nemili degan bilan to'y degan to'y, mol dunyo degan mol dunyoda. Har qaysining o'ziga tushliq keragi bor. Shu chaqda qanday javob berishimni bilmagan edim. U to'satdan to'xtab, cho'nqur nafas oldi. Gapda qiynalib qiladi. Biroq shu chaqda Ellinning ko'zlariga qarab turib, "O muqim, seni yana osh qapasga solib etamanmi? Mumkin emas" degan edim. Mana endi mushundaq bekitildi. U mush yerda turib, mening holimdan xabar oldigan bo'ldi. Faqat men hayotli bo'lsam, buғы ko'ngildagidek chiqish yo'li emas, ammo u e'tiborga ep ketmayman deydi. Albatta, uning muvofiq ta'minotga erishishni, qonunlashtirishni Lightbray apandiga topildim. Archer ziyoda hayajon ilkida uning gaplariga quloq soldi. Biroq kallasi qalayma-qalashib, bu xabarning o'ziga xushalliq yoki g'am hisoblanadiganligini anqiramadi. U yanada qat'iylik bilan o'z harakat planini bekitdi. Lekin darhol xiyollarini ratlashga amalsiz qoldi. Qiyinchilikning yana orqaga surildiganligini, ammo fursatning mo'jizlardek keladiganligini asta-asta his qilib, qalbiga ixtiyorsiz bir illiq iqim kirib keldi. Agar Ellen momisi bilan birga turishga qo'shilgan bo'lsa, bu uning mendan zodi voz kechmaganligidan darak beradi. Mana bu uning ashu kuni eng oxirgi o'tinishimga bergan javobi. Agar Ellen mening taqozo bo'layotgan talabimga qarta kaskin tadbir qo'llanmasla, oxirgi hisobda men bilan murassa qildi degan gap. Archer yana ashu cheki yo'q lazzatga g'arq bo'ldi. Hammani bir yo'lini to'g'ri tikishga tayyorlangan bir xavf xatarning to'satdan bexatarlikka aylanib qilishidek shirin ta'mini tetiyotdi. U qaytib ketmaydigan bo'ldimi? Rostilla ketmaydigan bo'ldimi? Tovlivatdi u. Qadrligim, izchil Ellen tarafda turdiganligingizni biletdim. Dal shundaq bo'g'ashqa bugun sizni chaqirtib keldim. Shundaq bo'g'ashqa, ashu chiroyli xotiningiz siz bilan birga keldiganligini aytganda uningga, "Yo'q, o'mig'im, mening faqat Nevland bilan ko'rishkim bor. Hech kimning xo'jallaklarimizdan tang bahramon bo'lishni xohlamayman" degan edim. Chunki quloq sep turing qadrligim. U beshini imkon qadar orqaga tashlab, engilkini eng yuqori ko'taralgidek darajada so'zib, Archerning ko'zlariga qaradi. Qarang, jamoatdagilar uni bu yerda qammasin deydi. Ular meni og'rib qag'ashqa mushunda qildi. Ellen kasal tartib, odizlab qolgan mo'mayni gapga kirgizib oldi deyishi mumkin. Salomatligim to'liq asliga kelib bo'lanmadi. Ular bilan birining orqasiga birini ulab so'zlashish qilib bo'lanmayman. Siz chuqum mening o'rnimda ular bilan bu ishlarni hal qilishingiz so'rar. "Man?" dedi Archer og'zini ochganicha duduqlab. Shundaq siz nimishqa bo'lmag'idak? U to'satdan qaytirib so'radi. Chekchaygan ko'zlari tuyuqsiz o'tkirlashib ketdi. Bir qo'li o'rindiqning yo'lanchigidan pastga serildi. Qushlarning tirnoqidek tatrangu tirnoqlar Archerning qo'li ustiga tushdi. Nimishqa bo'lmag'idak? Takrorlab so'radi u. Hay, qarg'i kelmayman. Hech nimaga arzimayman. Biroq siz degan Lightbrayning hamkorlashuvchisida shundaq emasmi? Cho'qim Lightbrayni ishqa selib, ularga ta'sir ko'rsatishingiz kerak albatta. Boshqacha sababingiz bo'lmasila, dedi u o'z gapida ching turib. Hay, qadrligim, tashabbusingizni qo'llayman. Mening yordamimsizmi ularga taqobil tura olasiz. Biroq menga ehtiyojingiz tushsa, yordam berishga tayyorman, dedi Archer tasalli berib. Mana endi bexatar bo'ldik. U cho'nqur nafas oldi. Beshini yostiqqa tashlag'ach, ishning ipini obdan biladigan qiyofatda kulimsirab davom qildi. Bizni qo'llaydiganligingizni burilla biletdim. Chunki ular erining qishig'i ketish, Ellenning burchi deyishganda, sizning gaplaringizni zotli naql qilmagan edi. Uning kishini cho'chitgidek o'tkir ko'zlariga yuzlanganda Archer qo'rqinishdan xoli bo'lanmadi. Uning "Maychi, ular mayning so'zni
naql qilganmidi? deb so'rg'isi kep ketdi. Biroq parangning temisini burib etganining bexatarroq bo'ladiganligini his qildi. Uraniska xonimcha, uni qachon ko'ralayman? deb so'radi u. Momay yana xirildab kulib ketgandan keyin ko'zlarini uvlab qo'l ishorati qildi. Bugun bo'lmaydi. Bir qitimda faqat birimizni ko'ralaysiz. Uraniska sirtqa chiqib ketdi. Archerning yuzlari qizirib ketdi. Sal umidsizlandi. Momay so'zini yana davom qildi. U sirtqa chiqib ketdi, balam. Mening paytonimda Regina Beaufortni yo'qlig'ilay ketdi. Momay qasdan gapdan to'xtab, bu gapning uningda qandoq inkas paydo qiladiganiga zan selib qaradi. Ellen meni mushu darajada bo'ysundirib bo'ldi. Bu yerga kelib atisla eng chiroyli bo'kni kiyib, noyda tamkinlik bilan Regina Beaufortni yo'qlab kelmoqchi bo'layotganligini aytdi. Uni tonimayman. Kim u dedim men. U sizning jiyan navringiz, intayin baxtsiz bir ayol dedi u menga. U bir askining xotini dedim men. Ha, dedi u. Undaqda menmi shundaq, biroq tuqqanlarimning hammasi meni shu askining qishig'i ketdavotdi. Hey, mushu gap meni bosh aytirdi. Shuning bilan uni bog'liq qo'ydim. Oxir bir kuni u menga sirtda yomg'ir baq qattiq yig'ib ketyapti. Sirtda piyoda chiqamoqdakman deb paytonimni ishiltishni o'tindi. Uningdan nima qilib bordiganligini so'rsam, u navri hadam Reginani ko'gili borman dedi. Hoy, navri hadisi bo'lmay ketkay. Hey qadrligim, derazadan sirtqa qarsam, bir temimmo yomg'ir yog'mabdi. Biroq uni tushundim. Paytonimni badim. Nima degan bilan Reginami bir qaysar ayolga tava, umi ham shundoq. Men bo'lsam azaldan qaysarlikni yaxshi ko'raman. Archer egilib uning yelimi o'z qo'li ustida turgan kichikgina qo'liga so'ydi. Kimning qo'lini so'yib deb o'ylayapsiz, yigit? Ayolingizninkini g'o'tayman. Shundoq bo'g'aychimi? Momay cheqroq ovozda kuldi. Archer o'rnidan turib xo'shlashay deb turganda, u yana orqasidan to'ladi. Mayga salom ayting. Biroq ikkimiz orasida bo'lingan gaplarning hech qaysini tinmang. Cho'ng Katerindan anglagan xabar Archerni qaymoqtirib qo'ydi. Momisning chaqirtishi bo'yicha Uraniska xonimning Washingtondan aldirash tinash qaytib kelishi to'liq normal ish. Lekin Momisning yenida turib kelishni qaror qilishi bo'libmi, Mengot xonimning salomatligi asosiy jihatdan asliga kelib bo'lgan ahvolda mushundaq maqsadga kelishi uncha vola oson tushuntirib ketgili bo'ladigan ish emas. Archer Uraniska xonimning qaroriga hargizmi iqtisodiy ahvolning o'zgarishi sabab bo'lgan emas deb ishonadi. Eridan ayrilganda Uraniska xonimga berilgan ashu ozg'ina pulning aniq sonini Archer obdan biladi. Mengot jamiyatidagilarda Momisning yordam puli bo'lmasa, u bunchalik pul bilan turmushini qamdab bo'lolmaydi deydigan qarashning borlig'ini tushunadi. Onun bilan birga turmush kechirib kelgan Midora burunli vaydan bo'lgan ahvolda bunchalik kirimning ikki ayolning kiyim-kechak, yemak-ichmakiga yetishmaydiganligi aniq. Mushundaq bo'lsa-mu, Archer yanala Uraniska xonimning momisiga ma'qul bo'lishi hargizmi manfaatning qo'zg'atishi bilan bo'lmagan degan qarashidan tavranmadi. G'oyat zo'r mol-mulkning kuchiga tayinib, pul deganni ko'zigimi ilib qo'ymaydigan kishilarga xos ashu alohidliklar Uraniska xonimning vujudiga singib ketgan. Ko'ngli tatqan bo'yicha ha degandala mard sexiyligiga elish, saranglachi buzib chechish uning odatiga aylangan. Biroq u tuqqanlarning nazarida kam bo'lsa bo'lmaydi deb qaraladigan nurg'un narsalar kam bo'lgan sharoit ostidami mavjudligini saqlab keldi. Cho'ng shaharlarning hashamatlik turmushidagi sarxilla hisoblanadigan eri Uraniska oilasining turmushidan bahrinib boqqan mushundaq bir ayolning mol dunyoni parvoyig'ini ep qo'ymasligi Lofil Mengot xonim bilan Velland xonimning hayronligini qo'zg'aydi. Archerning bilishicha, uningga beriladigan yordam pulining to'xtatib etilganiga bir qancha oy bo'lib qolgan.
Bu jarayonda u momisning e'tiborlashiga qaytadan erishish uchun kuchab yurmagan. Shunga u maqsadini o'zgartdi deyilsa, undaqda buningdagi sabab boshqa. Bu sababni Archerning yiroqdan izlab yurishi hojatsiz. Ular uyga qaytish yo'lidagi kechikdan o'tayotganda, u Archerga ikkimiz cho'qim arni ochiq qilib etaylik dedi. Ammo mushu gaplarni qilayotganida beshi Archerning ko'hrikiga chaplashgan holatda turdi. Archerga shunisi aniqki, bu gaplar hargizmi yolg'ondan noz qilishni maqsad qilgan emas. Umu Archerga o'xshashla elishyotdi. Hech nimaga qaramay o'z qarorida ching turibdi. O'zlariga ishongan ashu kishilarga sotqinlik qilmaslikka tirishyotdi. Nyu-Yorkka qaytib kelgan 10 kundan buyangi vaqtda u Archerning jimib ketishlaridan, o'zini ko'rishga urinmasligidan, uning biror keskin tadbir qo'llanish xiyolida bo'layotganligini, qaytishga yo'l qoldirmaydigan bir qadamni besish oldida turayotganligini burunli pamlab bo'lgan bo'lishi mumkin. Mushuni o'ylasa, Oraniska xonimda ojizlikqa qarta qo'rqinish paydo bo'lishi, bu xil ahvolda ko'p uchraydigan murassa usulini qo'llanib, ovorchilikdan qutulsam bo'g'dak deb o'ylashimi ehtimolga yaqin. Bir soat ilgari Mingot xonimning ish qo'ng'irqini tatgan chig'ida Archer mangadigan yo'limni aniq tanlab bo'ldim deb o'ylagan edi. Aslida Oraniska xonim bilan yolg'iz paranglashmoqchi, navoda buningga imkoniyat yor bermasa, Mommisdan uning Washingtonga qaysi kuni, qaysi poyezdda qaytmoqchi bo'layotganligini tinglab baxmoqchi bo'lgan edi. Poyezdda uning bilan uchrashish hamda Washingtonga birga ketish yoki u xolisa texmi yiroqlarga yo'l elishmi burunli ko'ngliga pukib qo'ygan planlar edi. Archerning royi Yaponiyaga bakrak tatdi. Mayli qandaqli bo'lsin, nega bo'lsa, mening agishlik ekanligimni u tezlab bilib qoladi deb o'ylaydi. Mayga bir parcha xat qoldirib, boshqa har qanday mumkinchilikni to'sishni o'ylashib bo'lgan edi. Menda yetarlik jur'at bor. Uning ustiga u mushundaq keskin harakat qo'llanishimni taqozolik ichida kutyapti. Bu Archerning shu chog'dagi tasavvuri edi. Ishning taraqqiyotida o'zgarish bo'lganligini anglagandan keyin uningdagi birinchi inkas ko'nglining orom tepishi bo'ldi. Biroq Mingot xonimning uyidan qaytish yo'lida ketayotgan mushu paytda u ko'z oldida namoyon bo'layotgan kelgusidan bezor bo'lishga boshladi. U qadam qo'ymoqchi bo'layotgan yo'lda uni hech qanday yangilik saqlab turmagan bo'lishi mumkin. O'xshamaydigan yeri ilgari bu yo'lda u bir g'amsiz salohiyatida mangan. O'z harakati uchun har qanday biri oldida javobgar bo'lishi hojatsiz edi. Shundaqla, agar ko'ngli xolisa, o'yinning qoidasida bekitilgan ehtiyotchan bo'lish, mas'uliyatni boshqalarga ortib qo'yish, o'zini qochirish, bo'ysunish deganlardan halqib ketsa bo'laveradi. Unda qilmishlar ayollarning nom obro'yini qo'g'dash bilan niqoblanadi. Mahirlik bilan to'qilgan bu yolg'on gap cho'nglarning bekor chog'larida qilishgan quruq paranglari orqaliqmi burunla qoida prinsip sifatida Archerga singdirib etilgan edi. Mana hozir yangicha nazar bilan bu ishlarga qaraganda o'zining buningda o'ynaydigan roli to'limi arzimas o'rinda turadigandak bilindi. Amaliyotda u ilgari Tori Rochford xonimning ashu Galvan eri oldida ko'rsatgan o'yinlarini o'z beshimchilik bilan ostirdan kuzatgan. U bir xil tabassum, tishig'i tegish, qiziqchilik, ehtiyot aralashib ketgan, uzluksiz davomlashadigan aldamchilik edi. Kech kunduzlar aldamchilik bilan to'lgan. Muhabbatmi, urush majramu aldamchilik bilan xarakterlanadigan, har bir gap so'z, yurish turishdanmi aldamchilik to'kilib turadigan o'yin edi. Bir xotinning o'z eri oldida bu xil rolni elishi noytilbaq qiyinga to'xtamaydigan ish. Umumiy jihatdan qaraganda ancha pastkashlik deb ketkalama bo'lmaydi. Ayollarning sodiqligiga qarata kishilar xuddi deyishib olgandekla o'lchamni sal tövalatib muomala qilishadi. Ayollar beqinda o'rinda turg'uchi hisoblanadigan bo'g'ashqa hiyliga usti keladi. Shunga ular ko'nglini, kayfiyatini bahona qilib, keskin holda har qanday mas'uliyatni o'z ustiga olmaslikka huquqli.
Hatto rasmiyatchilik qoplab ketgan oq sunyaklar jamiyatidami masxira hamisha shularning erlariga qartilgan bo'ladi. Archerni qoplab turgan ijtimoiy doirada aldangan xotinlarni hech kim masxir qilmaydi. Ammo to'y qilgandan keyinmi ayollarni davomli qo'g'lashadigan erlarga hammasi muayyan darajadagi kamsitish nazari bilan qarshidi. Erlarning hayotida ayollar bilan ishbash tortishib qoladigan bir mazgilga hammaylan jimjitlik ichida yo'l qo'yishidi. Biroq undaq ishning bir qitimdan eshib ketmasligi shart qilingan bo'ladi. Bu xil qarashni Archer izchil qo'llab kelgan, uning nazarida Lifertis dal mushundaq paz, chakini odam. Ellen Uraniskaga oshiq bo'lib qolishi o'zining Lifertisga o'xshab qolganligidan derak bermaydi. Odamni bezor qiladigan har kishining holi bo'lak degan bu nuqtai nazarga duch kelayotganligini Archer mana tunji qitim his qilmoqda. Ellen Uraniska har qanday ayolga o'xshamaydi. O'zimi har qanday erlarning qilibida emas. Shunga ularning ahvolini har qanday kishilarga o'xshatishga bo'lmaydi. Ularning o'zlarining hukmidan boshqa har qanday hukm oldida javobgar bo'lmaydi. Gap mushundaq deyilgani bilan yana 10 minutlardan keyin uning qadami o'z uyining palampiga yetadi. U yerda may, urf-odat, yuz obro'y, shundaqli o'zi va atrofdagilar izchil bo'ysunib kelgan barliq tartiblar uni saqlab turadi. To'xmushga kelganda u ozroq arsalda bo'lib turib qoldi. Ondan 5-ko'chani bo'ylab yurib ketdi. Qishning qorong'u kechasida oldi tarafdagi chiroq yondirilmagan bir imorat ko'z oldida g'uvo ko'rinishga boshladi. Imoratga yaqinlab kelganda ilgari uning chiroq nurlari bilan chaqnab turganligini nurg'un qitim ko'rganligi uning esiga keldi. U chaqda eshikning usti tarafiga soyvallar o'rinlashtirilgan. Palampaylargacha gilamlar silingan holatda edi. Paytullah eshik oldida ishkirat tizilib ketdi. Piyodalar yo'liga yondash kelgan va hozir qorong'ulik ichiga g'arq bo'lgan ashu parnikda Archer mayning tunji suyishiga erishgan. U zilva bo'ylari zibu zinnat orasida julolanib turgan mayni mushu imoratdagi tansixonaning chiroq nurlari ostida uchratgan. Shu chog'da may dianag'li o'xshab qolgan edi. Mana hozir bu imorat qorong'ulikda faqat yer osti uydala gaz chiroq nuri pilildab turadi. Üstü tarafda bo'lsa pardasi tushirilmagan birli uyda chiroq yeniqliq. Tam tüviga kelgandan keyin Archer eshik oldida to'xtatib qo'yilgan Paytonning Manson Mingut xonimning ishkaligini payqadi. Agar Sillerton Jackson hozir mushu yo'ldan o'tib qoladigan bo'lsa, bu uning uchun to'limi yaxshi fursat bo'ladi-da. Cho'ng Katerin Uraniska xonimning Beaufortga bo'lgan pozitsiyasini so'zlab berganda, Archer buningdan nihoyat ta'sirlangan. Bu xil pozitsiya Nyu-York jamiyatining haqqoniy ayblashlarini nihoyat ochiq ko'rsatib qo'ygan. Biroq Uraniska xonimning navri hadisni yo'qlab kelganligiga qarta klub va mehmondorchilik zo'rnidagi ashu kishilarning qanday farazlarda bo'ladiganligi Archerga ayon. Archer qadamlarini to'xtatib, chiroq yeniqliq turgan ashu uyga beshini ko'tarib qarab qo'ydi. U uyda o'ltirayotgani cho'qim ikki ayol. Beaufortning tasalli izlab chiqib ketishi ehtimolga to'liq yaqin. Hatto u Vanni Linni boshlab Nyu-Yorkdan ketib qopti degandek ko'ch paranglarimi tarqalib yuratdi. Ammo Beaufort xonimning pozitsiyasi bu xabarning ishonchlik darajasini zo'r darajada tushirib o'tishga sabab bo'lgan edi. Archer 5-ko'chaning kechilik manzarasini yolg'iz kuzatayotgandek tuyg'udi. Mushu paytda ko'p sondagi kishilar kashlik ziyofatga jabdunish bilan aldirash. Ellen bu uydan chiqqanda xalqning ko'ziga chiliqmaydigan bo'ldi degan xiyol Archerning ko'nglini sal orom topqizdi. Mushularni xiyol qilayotganda darvoza ochilib, Uraniska xonim chiqib keldi. Uning keynida bir g'uvo chiroq ko'zga chiliqatdi. Biri chiroq ko'tarib yo'lini yo'rtib berayotgan bo'lsa kerak. U orqasiga burilib, chiroq ko'targichiga bir nimalarni dedi. Orqadan eshik yopildi. U palampaydan tushdi. Ellen. U piyodalar yo'liga chiqqanda past ovozda varqirdi Archer.
u sal hayronlik ichida qadamini to'xtatdi. Dal mushu chog'da modaga xos kiyingan ikki yigitning mush yoqqa kelayotganligi Archerning ko'ziga cheliqdi. Ularning uchisidagi plaj va galstuk ustiga otib olgan grip sharpisi bahli tunish bilindi. Bundaq salohiyatdagi yigitlarning ziyofatga shuncha boldir menishidan Archer sal hayron bo'ldi. Yaqin yerda o'ltirdigan Regi Chiferis xotinning bugun kechda bir qanchaylarni Delidis Nelsonning o'rinlashidagi Romeo Jolitani ko'rishga taklif qilganligi o'lishibli esiga keldi. U bu ishkaylan shulardan bo'lsa kerak deb o'yladi. Ular bir ko'cha chirg'ining ostiga kelishiga Archer ularning Laurnis Lifertis bilan kichik Chiferis ekanligini ko'rdi. Oraniska xonimning qo'lidagi singib kirish kuchiga ega ashu haroratli iqimni his qilganda Xaqla Oraniska xonimni Beaufortning ishiga oldida ko'rib qolmasa bo'ladi. deydigan xiyol Archerning kallasidan burilib chiqib ketdi. Mana endi sizni ko'ralaydigan bo'ldim. Bu azobdan qutuladigan bo'ldik. Bu gaplar Archerning og'zidan ixtiyorsiz chiqib ketdi. Nima deyotganligini o'zimi toza anqiramay qoldi. Archer uning qarab turayotgan chog'da do'qmishning yana bir tarafiga kelib qolgan Lifertis bilan Chifris o'zini bilibla 5-ko'chani kesib o'tdi va hash-pash tugicha ko'zdan yutdi. Erlar ittifoqligining bu xil o'lchimiga Archer o'zimi doim rioya qiladiganlardan edi. Ammo hozirgi ikkilanning qiliqi uning nervisiga tegdi. Oraniska xonim nimani o'ylaydigandi? U mushu holatda o'tivasi bo'ladi demdigandi. Agar undaq bo'lmasa, yana qanday xiyoli bor? Ata cho'qim siz bilan ko'rishmasam bo'lmaydi. Ikkimizga xos bir yana topayli, dedi Archer. Ovozi o'zining qo'liqig'imi xuddi g'azab bilan aytilgandek anglanib ketdi. Oraniska xonim arsaldiliq ichida Peyton tarafga siljidi. Biroq men momamning uyida turman. Demakchi bo'g'inim hozircha U to'liqlab qarmoqqa o'z planini o'zgartganligi to'g'risida tushuncha berib qo'yishni zarur topgandek qiladi. Ikkimizga xos bir yana topayli, takrorladi u. Oraniska xonim susquni kulib qo'ydi. Bu Archerning jinidan o'tib ketdi. Biroq bu yerda xotir saroy degandek joylar bo'lmasa, san'at muzeyi bor, bog'chida, dedi Archer u sal arsalda bo'layotgan fursatda. Soat 2:30da darvozada. Oraniska xonim javob bermay, burilibla Peytonga chiqdi. Peyton ketayotgan chog'da badanini oldiroq so'zgandek qildi. Qarang'uda qo'l pulanlayotgan bo'lishi mumkin deb faraz qilgan Archer uning orqasidan qarg'anicha turib qoldi. Mushu paytda o'zi chin qalbidan suydigan ayol bilan emas, balki burunli ko'ngli suvib tashlayotgan ayol bilan xo'shlashayotgandek, uning oldida hissiyot qarzi bordek his qilib qoldi. Hörmətli radio anlıqçılar, Amerikalik məşhur yazğıcı Edis Wharton'ның G'ubarsız Yıllar namlıq romanını bugün muş yergacha anlattık. Davamını ətiki programımızda anlıqaysılar.